Bo'ldi, yoqdim. Xullas, trendni yana qayta tushuntirib o'tay. Endi zapisda endi yoqdim, esdan chiqib ketgan ekan akalar. So'kmaylar ishlaringizga. Xullas, trend liniyani yorgandan keyin o'zidan oldingi minimumni yorgan, ya'ni bu oxirgi maksimumimiz hisoblanishi kerak. Bila olishimiz kerak. O'zidan oldingi maksimum qaysiligini bilishimiz uchun mana bu minimumni yorgan bo'lish kerak. Demak, oxirgi maksimumimiz bu. Shu maksimumni bu yorish kerak. Yorgandan keyin o'zidan yorib o'tib yopilgan shamni tanasi mana bu. O'sha tanasidan minimumga Fibonacci tortamiz. Garantiya zonamiz 1.618, prognoz zonamiz 2.618 bo'ladi. Garant zonamizga borgan paytda 80% сделкamizni save qilamiz, ya'ni yopamiz. 20%ni stop lossini bizbutkiga qo'yib qo'yamiz. Mana bu zonalarimiz bizning fokus zonalarimiz bo'ladi. Uni keyingi efirda tushuntirib o'taman qanday ishlatishni. Tak. Ana endi akalar, mana bu yerda ikki xil holat bo'ladi. Ya'ni bu strategiyani backtest qilib shug'ullanayotgan paytlaringizda boshqa holat ham uchrab qoladi. Men o'shani ham ya'ni kulchovoy joyi, o'shani ham aytib o'tib ketaman. Tak, mana bunaqa holat. Mana bu yerda e'tibor beringlar. Bizda eng oxirgi maksimum mana bu. Bizda mana minimumni yorgan, demak, bizda oxirgi maksimum mana bu, to'g'rimi? Bu yerda hozir fraktal strukturani qoidasini ishlatamiz. Fraktal strukturaning bitta qoidasi bor. Ya'ni downtrend holatida fraktal strukturamiz shakllanib kelayotgan bo'lsa, va impuls bilan tushsa pastga, tushgandan keyin bizda trend liniya chizganimizdan keyin trend liniyani yorib o'taman deguncha bitta impuls korreksiya, ikkinchi impuls shakllansa va o'zidan oldingi maksimumni yorib qo'ysa, o'shanda bizda fraktalniy razvorot bo'lishidan dalolat akalar. Mana trend liniyani chizdim. Ko'rdinglarmi? Bu o'zining qoidasi. O'zidan oldingi maksimumni yormadi-ku deyishlaringiz mumkin. To'g'ri. Yormadi, lekin fraktalniy strukturaning shakllanish qoidasi ikkinchi qoidasi mana. Boyagi birinchi holati, bu ikkinchi holati. Ya'ni boyagida yaqin bo'lsa, mana bunaqa yaqin bo'lsa, mana o'zidan oldingi maksimum yaqin bo'lsa, to'g'ri kutasizlar. Yaqin ekan, bo'ldi. Trend liniya yordi, break qilishni kutasizlar, bo'ldi, tamom, zilka ochasizlar. Endi qaranglar, mana bu ikki holat, ikkinchi holati. Mana bu yerda uzun impuls tushgan akalar. Ungacha bitta atkat, yana korreksiya beryapti-da, yana bitta atkat qildi, bo'ldi. Sizlar o'rgangansizlar ikkinchi holatda, ikkinchi qoidasini. Demak, zilka ochish joyini ham bilasizlar. Mana shu joyda akalar, hozir mana ko'k chiziqni o'chirib olay, xalaqit bermasin. Bizning qiladigan ishimiz o'zidan oldingi mana maksimumni yorish kerak, kutamiz. O'zidan oldingi mana maksimumni yorishni kutamiz. Endi bu interesli emas, o'zidan oldingi maksimum. Mana bunisi interesli bo'lyapti bizga. Mana buni yorishni kutamiz va trend liniyani ham yorish kerak. Trend liniyani ham yorish kerak va o'zidan oldingi maksimumni yorib, mana shu tana yopilishi kerak. Yopilgandan keyin nima qilamiz? Bizning qiladigan ishimiz Fibonacci'ni shu tanadan olamiz, tortamiz. Qayerga tortamiz? Qoidasi, strategiyaning qoidasi. Minimumga, eng oxirgi minimum mana bu, to'g'rimi? Eng oxirgi minimumga tortmaysiz akalar. Mana bu yerga tortamiz. Keyingi, o'zidan keyingi mana birinchi keladigan minimumga tortamiz. Tamom. O'zidan oldingi maksimumni yorganmi fraktalniydi? Bo'ldi. Mana fraktalniyni minimumga tortamiz. Bu minimumga tortmaymiz akalar. Buni minimumga tortish shart emas. Strategiyaning qoidasi shunday akalar. Qiladigan ishimiz shuki, ya'ni mana bu yerdan zilka ochamiz, garant zonamizga boradi. 80% ni save qilamiz, 20% ni stop lossini mana shu yerga ko'chirib qo'yamiz bezubutkiga. Prognozgacha ishlaymiz. Prognozgacha ishlab berish uchun akalar, trendga qarshi bo'lmaslik kerak. Uni ham ko'rsatib o'taman. Strategiya tushunarlimi? Endi grafikka ko'ramiz. Strategiya tushunarlimi? Bitta kommentariyani yoqadi. Kommentariyani yoqdim. Yozinglar akalar. Strategiya tushunarli bo'lsa yozinglar. Men sizlarga grafikda ko'rib o'tamiz. Kommentariyani yoqdim akalar. Strategiyani teoriyada tushunarlimi? Teoriyada bo'lsa men grafikka o'tkazib ko'rsataman. Tushunarli 1.608 legenda. Da 1.608 legenda.
legenda, lekin u 1.6 legenda hech qayerda kulchova joylarni aytmayapti bunaqa holatda. Men aytib ketaman shu narsalarni. Oldin to'g'ri aytmaganmiz, hozir ham aytayotgan yo'q hech kim. O'rtog'im ham boshqa hech kim ham aytayotgan yo'q. Men endi spetsialni shu narsani olib chiqib aytaman. Shu narsani o'sha strategiya, ya'ni boshqa fokus bilan, o'zini fokusi, o'zini zonasi bor. 05.018 zona emas, o'zini fokus zonasi bor. Bu order blokni o'rganganlar biladi. Order blok zonasi постоянно to'g'ri kelib qoladi. Tekshirib ko'ringlar. Ha, tushunarli. Rahmat ustoz. M1da o'zidan oldingi maksimum buzsa shamni o'zidan tortib olsak ham bo'ladimi? Yo'q, trend liniyani ham buzishini kutishlari kerak. Mana bu yerda agar trend liniya mana bunday bo'lib qolgan bo'lsa, mana o'zidan oldingi maksimumni yorgan, trend liniya tepada bo'lib qolsa, izlarga ochmay turasizlar. Izlarga ochmay turasizlar. Qachondir trend liniya yorib o'tib, keyin yopilsa, keyin izlarga ochasizlar. Xullas, grafikda ko'rsatuvda savol javoblar bilan keyin shug'ullanamiz. Bunaqachida, mana bunachida. Akalar, telefonni sal yonbosh qilib olasizlar, grafikda ko'ramiz. Tak, 15 minutlik time frame ga o'tdik. 15 minutlik time frame ga o'tganmiz. Mana holatni, bozor holatini ko'rib turibsizlar, har xil holatda, to'g'rimi? Ana endi bizada fraktalniy struktura qayerda shakllanayotganini topib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu joyda misol uchun. Shuni o'chirib turay, mana ko'rsataman. minutlik time frame'da mana fraktalniy struktura mana bu yerda tak o'zidan oldingi minimumni mana bu yerda yorgan. Fraktalniy strukturani обязательно o'rganishlaringiz kerak. Men endi ko'zim o'rganib ketgan uchun menga oson. Sizlarga ham nima uchun tushuntiraman, qaysi minimumni qaysi yordi. Tak, yana qaranglar, bu tepaga chiqyapti, pastga tushyapti qorasham bo'lib. Tepaga korreksiya qildimi, pastga tushdi, o'zidan oldingi maksimumni yor, minimumni yor. Demak, bu fraktalniy struktura shakllanishi. Pastga tushyapti, yana o'zidan oldingi minimumni yordi. Bu fraktalniy struktura. Tepaga chiqyapti, mana bu yerda fraktalniy change of korreksiya bo'ldi. Tepaga o'zgardi. Ya'ni bizda bitta boss bo'lgan holatini olib olamiz. Ya'ni break of structure bo'lgan joyini olib olamiz. Mana bu joyini olib olamiz. Endi bizda mana shu shakllanyapti. Downtrendga mana o'zgargan fraktalniy strukturamiz. Tepaga chiqqan payti biza pastga qarab izlarga ochishimiz kerak bo'ladi. Mana buni chizib qo'yaylik. 1 minutlik time frame o'tgan paytimiz ochib berish kerak. Hozir dinozavrlar davrida ochmaymiz deb qolmasin, yana ko'raylik ham. Yo, ochib beray ekan. Mana o'sha joyda. 3 minutlik bosib olamiz, 1 minutlik o'taydi. Ochib beray ekan mana. Tig'iga kelib qolgan ekan o'zi. Ochib bermaydi. Mana o'sha joy. Ya'ni mana bu bizda boyagi fraktalniy razворот bo'lganchada, break of structure bo'lgan joyi. Trend liniyani tortamiz va trend liniyani yorgan va o'zidan oldingi minimumni yorgan bo'lish kerak. Tak, mana bu yerda e'tiborli bo'linglar. Mana trend liniyamizni yordi va o'zidan oldingi eng yaqin korreksiyani minimumni yordi bizga. Izlarga ochadigan joyimiz mana yorib o'tib yopilgan sham mana bu. Yorib o'tib yopilgan sham mana shu. Shuni Fibonacci bilan tanasidan tortamiz tepaga qarab. Обязательно o'zidan oldingi minimumni ham yorgan bo'lish kerak, fraktalniy strukturasi. Mana. Fraktalniy strukturasi va trend liniyani ham yorgan bo'lish kerak. Mana shu joyda yaxshilab e'tibor berasizlar. Tak, mana bu fraktalniy struktura mana. Manaki, mana bu, mana
chiziman kursda fraktalni bilmaydiganlar bo'ldi. Сделка ochamiz. Mana shu yerdan selga qarab сделка ochiladi. Stop loss tepada bo'ladi, 0 zonada. Selga qarab сделка ochiladi. Garantiya zonamizga 80% ni save qilamiz, yopamiz. Qolgani 20% ni bezutga qilib qo'yamiz. Stop lossni 2.608 ga kelgan payti full yopamiz сделка. Oddiy va effektivniy strategiya. Ana endi yana 15 minutlik o'tamiz. Boshqasini ko'ramiz endi. Biza faqatgina mana bu 15 minutda bitta korreksiyasi ishladik, ko'rdinglar? Bitta korreksiyasi. Ana endi kuzatamiz. Bu tepaga chiqyapti, to'g'rimi? Mana bu tepaga chiqyapti. Tepani yordi. Ya'ni uptrendda o'zgardi mana shu fraktalni uptrendda o'zgardi. Endi bitta downtrend, ya'ni uptrendga o'zgargan bo'lsa, fraktalni strukturamiz bitta pastga qarab korreksiya va tepaga qarab сделка ochishimiz uchun kerak bo'ladigan sham to'p olamiz mana ki. Mana bu yerda mana bitta korreksiya bo'lgan va tepaga qarab chiqqan, to'g'rimi? O'sha joyda kutib turamiz. To tepaga chiqib bitta korreksiya qilmaguncha. Mana bu yerda uptrendga ishlasangiz bo'lardi. Ya'ni bu 15 minutlik time frame'da siz boshqa time frame'da H4 ta o'tib olib fraktalni topishingiz kerak. Agar siz mana bu impulsni joyida ushlayman desangiz. Biza hozir qiladigan ishimiz mana bu yerda. Mana ki. Ya'ni fraktal struktura uptrendga o'zgardi, demak setupimiz bayga bo'lishi kerak. Shuning uchun biza M1 da o'tib olamiz. Osongina trendni topib olish, osongina. Bir kunda 4 ta 5 ta сделка ochasiz, hammasini foyda olib chiqib ketadi. Shuning uchun. Qayerga qoldi endi u? Ha, mana bu yoqda ekan. Efirni kuzatadiganlar o'zi yetib qoldi. Mana. Trendni tortib oldik. Bizning setupimiz nima edi? Bayga ichida. Tepaga qarab сделка ochishimiz kerak. Chunki mana bu yerda strukturamiz o'zgargan, to'g'rimi? Biz hozir 1 minutlikda o'tib olganimiz uchun katta strukturada ko'rinadi. Bizning qiladigan ishimiz akalar, ya'ni ikkinchi holat bordi-ki, qoidasi bo'yicha fraktalni edi. Ikkinchi qoidasi, ya'ni impuls bilan tushyapti-da, bitta atkat, ikkinchi atkat, to'g'rimi? Ya'ni ikkinchi atkatda o'z oldidagi maksimum ketyapti, trendni ham yorilyapti. Shuni hisobida ham trend yorgan bo'lishi kerak, ham o'z oldidagi maksimum yorgan shamni tanasidan Fibonacci'da olamiz va mana bu minimumga qo'yamiz. Bunisiga emas, mana bunga qo'ymaymiz. Mana bunisiga qo'yamiz. Shuni hisobida akalar, manaki 1.38 zonasiga bo'lgan payti 80% ni save qilamiz, qolganini bizubitga. 2.68, ya'ni effektivni ishlab berishi sababi ham shundaki, men ko'pincha 15 minutlik time frame'da mana shu strategiyani ishlatmoqchi bo'lsam, 15 minutlik time frame'da o'tib olgan paytim fraktalniy strukturam trendga qarshi, mana bu birinchi ko'rgan setupimiz bor-ku, trendga qarshi mana bu korreksiyadan ishlagan ko'rsatdim. Men ikkinchi ko'rsatganim mana bu uptrendga ketyapti, globalniy liniyamizda uptrendga ketyapti. Internal strukturamiz ham uptrendda turibdi. Demak, fraktalimiz ham uptrendda bo'lgani uchun men ko'pincha bezib bitgani qo'ymayman, kutib turaman. Stop lossim xohlasa ursin, xohlasa take profitimni ursin 2.608 ga deb kutib turaman. Shuni hisobida mana shu ключевой joyi, shuni hisobida zo'r ishlab beradi, effektiv ishlab beradi akalar. сделка. Tak, qayerga qoldi? Mana shuni hisobida effektivni ishlab beryapti. Yana dalish ham ketgan. Kommentariyani yoqaman. Strategiya shundan iborat akalar, oson. Mana focus time joyi, mana focus time joyi, focus qaratadigan joyini keyingi efirda uni ko'rsataman. Ya'ni shu joyda kelib, ya'ni hozir men ko'rsataman sizlarga qanday nima uchun kerak fokusni qaratadigan zona.
Misol uchun mana bu yerda qaranglar. Trend liniyani tortasizki, shunaqa holatlar bo'lgan payti yana ham o'shanda ham ishlab olish uchun trend liniyani tortasiz, fraktalniy struktura razvod bo'lgan. Mana fraktalniy struktura razvod bo'lgan. Ham Fibonacci olasida shuni yorgan tanasidan trend liniyani ham yorgan va strukturani ham yorgan. Tanasidan tepaga qarab tortgan paytsiz mana Fibonacciga e'tibor bergansiz, fokus zonasiga boryapti. Fokus trade zonasiga boryapti-da, yana shu qaytyapti. Mana shuni aytayman sizlarga. Mana bu yerda kelgan payti dalivga qilishning o'zini tasdiqi bor. Uni ham ko'rsataman xudo xolasa. Osongina, juda osongina. Ya'ni dalivga qilsangiz ko'proq foyda bo'ladi. Trend bilan birga bo'lsa 2.68 kelguncha normal foyda bilan chiqib ketasiz. Bir kunda 4-5 ta сделка normal profit bilan chiqib ketish uchun mana shu scalping uchun ishlatiladigan strategiya. Xo'sh, kimda qanaqa savol bor, strategiya yoqdimi sizlarga? Rahmat aka, oson tushuntirib qo'yarkansiz. Oson tushuntirib qo'yaman haqiqatan. Zo'r tushuncha berdingiz. Menda bunaqa strategiyalar bor. Kamida 8 ta bor. Shunaqa zo'r ishlaydigan. Ya'ni boshqacha usullar. Uradi haqiqatan. Fibonacci ekani ham ko'rsatib yuboring iltimos. Fibonacci ekasini screenshot qilaman-da, Telegram kanaliga tajib qo'yaman. Hozir efirni o'chirganimizdan keyin men Telegram kanalda, Instagramimizda yozib qo'yaman. Yangi kanal bu. O'sha kanalda ochganimizda o'shani yozib qo'yaman. Mana hozir zapis qiladigan narsamizni